发成你的了，发成你的了。哎，老李，这是你的。来，来把老丁的也给我。拿好啊。好。老丁啊，你那地장난에流浪了，老嘞，慢点。老丁能跟他忙呗？慢点。Ey, Lodam, xalq yaxshi o'quvchi ekansan-jimo. Jang nazariyasidan 5 numar, taktika nazariyasidan 5 numar, maslashib jang qilishdan 5 numar, orqa saf ta'minoti darsida 5 numar olsan, o'qituvchi bo'lsang bo'g'dek. Ey, ta'til qo'yib berdigan. Ishkinglarning qandaq plani bor? Agar sharq shimolga bag'inglar bo'lsa, jelinning jami harqini shalayslar. Ey, Aliyul a'la bo'lgan o'xshamabsan, ha? Agar sana o'xshash bo'lgan bo'lsam, mudir meni qo'g'lib o'tmay qolamdi, ha? Bo'lmasa shunchalik numar olalamdi. Aliyul a'la men emas. Oliy qo'mondonlar fakultetining Aliyul a'laligini jin qarg'a oldi. Jin qarg'a? Ha. O nimasiga Aliyul a'la bo'ladi ekan? O qanchalik jang qildi ekan? Ahdidan kechkichi boshliqning yenidan ketmay, telegramma to'shib bergan nimalar? Aliyul a'la bo'lib oldimi? Shunga imtihon deganga bir nima degili bo'lmaydi. Shuni deyman. Chet elliklarning bir marshi bor ekan. Ma'nisi mundaq ekan. Amsa sizlarga deb beray, ha? Xaritada ko'z tilgini tuzlang, igizlik nada obdan izdan, qolsiz bo'lmasa jangda tamtirab, shunglashqa nishonni obdan ko'zlang. Lavli, agar natija qanaqroq ko'rib boqay. Bo'ldi, odatdagicha ish qilib hammasidan o'tibdimi? Yo'shirib ketganni. Agila, bilmayman. Ikkisidan 4 numar olgandan boshqa qolganlarning hammasidan 5 numar otdiman. Bu natija men uchun aytganda xeyli yomon emas. Uyga borgandan keyin xotin bolalarimga javob bera olmayman. O'pdan nimrabsan. Hey, ta'tilda nima qilmoqchi bo'lyapsan? Boshqa planim yo'q. Bu yan aylanib kelaymikin deyman. Nega borsam bo'laverdi. Dars boshlanishga oz qolganda darhol qaytib kelaman. Qandaq Lavli, men bilan bilib boramsan? Bormayman. Bormayman. Uyga berib o'g'limni ko'rib kelaman. To'la o'g'lingni bahana qilma. Ayolingni sig'inganligingni e'tirofga solib bo'ladi-ku. Qaytib borgandan keyin bak kuchab ketmoqchimi? Qo'rq gap. Meni xotindan ayrilanmaydi deb qoldingmi? Men rostilla o'g'limni ko'gili borman. U sha kichik tug'ilgandan buyon hech ko'rib boqmadim. Bo'ldi, yig'lama qo'zam, ha, yig'lama. Yig'lama, bo'ldi qiz, sening naring o'g'il bolaga o'xshasin. Qiz boldek yig'lab o'tirdi ekansan. Kela bolam. Hay, Shavshe, darhol kelib bolani ib ketdim. Bo'ldi, yig'lama. Sizdagmi dada bo'lamdi? Ko'tirib yig'iltitgansiz. Sizga shunda qo'yay, bu degan uy harbiy institut emas. To'tasiliq sipoyiching bo'ldi. Tota deb mushundaqmi ism bo'lamdi? Tota jasusning ismiga o'xshab qopti. Boshqa ism qo'ysangiz bundan ming yaxshi emasmi? Masalan, Li Jun, Li Jing, Li Kangmi, Li Chenshan desangizmi bo'ladi-ku. Li Tanki desimi, Li Totadan yaxshi emasmi? Totaning hanzuchi ma'nosi alohida, favqulodda odatdagi odamlarga o'xshamaydigan degan ma'noda. Hadisli jasus degan ism bilan bog'lab ekansiz. Bo'ldi, kelaq, o'ltiring. Hanzuchi ma'nosi u bo'lsa, chetalchi ma'nosi-chi? Siz ruschani to'la o'rganib shundoq bo'lib qopsiz. Shobert List deganlar Yevropadagi muzikantlar. O'g'limizning ismi ularning ismidan faqat bir harfli kam. Biz degan jongo'liq tursak chetallikning ismini qo'yib nima qilamiz, ha? Jamoatimizning qoidasi bo'yicha bizning jamoatdagilarning ismida Yun degan xat chiqroq uchraydi. Mening bolamnikida Fu degan xat bo'lishi kerak. Ismi Lifujun bo'lsin. O'g'limning bo'lsa bilan momsi u olamda onisimi bek xush bo'ladi. Men deb qo'ygangiz kelsa qo'yavering. Ish qilib men uni Li Toto deb chaqiraman. Yalnız kişilik yataktan birini beri. Nanjing harbiy institutining kursanti Deng Wei. Kechiring saboqdosh Deng Wei. Yalnız kişilik yatak qolmadi. Cho'ng yatakla bor. Uqdim.
小田儿，我回来了。哎呀，你小声点，儿子在睡觉呢，别吵醒他了。哎呀，你说我跟田宝华那几个小子喝酒，这嗓门能小吗？啊！ Şaten, ben kayıtıp geldim. Boşluk gap qilmay qo'limizni uyg'itib etsiz. Temboqqa yana bir necha aylan bilan ichishgan tursam, qandaqmi bo'sh gap qila olayman, ha? Uning ustiga o qismni obdan boshqarib etibdi. Jiqroq ishmisam qandaq bo'ladi? Hey, men topshiriq ishlayapman. Nima qilmoqchisiz? Biz mu topshiriq ishlaymiz. Baya chang shtab boshlig'i texi lavli bo'ldi ishmang. Darhol uyga qayting. Uyga borib topshiriq ishlamasangiz bo'lmaydi degan edi. Keling ha, ularning ichiga o't ketdi. Keling deyman. Biz mu topshiriq ishlaymiz. Keling ha. Uxla qo'zam. Bo'ldi ishla. Nima bor? Hey, Soltek, balangni yuzimga sigizib o'tding-ku, ha? Qandaq nemisan? Sening balangmi? Tushab pastga, tushab. Ha, uxla, ha. Uxlag'an appa qo'zam. Ha, bo'ldi. Kimni tilayapsan? Tayoq sig'inib qolgan o'xshamabsan? Yaxshi-g'o. Akangga mushtanligidek bo'lgan bo'lsang, hali yurgin banim ekansan, ha? Kimligimni bilamsan? Kim bo'lishing bilan? Nima karim? Podsho bo'lsam qo'rqmayman. Ag'ina, bo'ldi qil, qaramma qilma. Haqni yalandirib qo'ysa. Bu ish qisdan qilib gumspa o'xshaydi. Soltek. Putqulan xili chaqankan, ha? Degina. Kompani nima degandan? Kim bo'lishdi? Addinglar demak eshib ketdinglar. Sizlar qaysi qismdan? Guvohnamalarni chiqaringlar. Bipolikni ishtab boshlig'imisan? Guvohnoma qo'lingda turib, yana so'raysan-ku. Seningcha korpus komandiri, bu yerga yetib qolibsiz-ku, ha? Men mehmonxona boshlig'i Fungshusin. Ay, sizlar oraminglarni eleyveringlar, ha? Uxlayveringlar. Sizlar shaxmatlarni o'ynayveringlar. Men bu Soltek bilan obdan bir parangni chiqaqay. Mehmonxona boshlig'i, sizni qaytavering. Xo'p. Hey, Agina. Talin kaçgan. Polkning shtab boshlig'i korpus komandirini ursa, oqibatini qanday bo'lganligini bilamsan? Bilaman. Lekin men uchun baribir aman nisbasidir. Ben ezelden pushaymon qilib boqmagan. Urushni urdim. Yo'ldosh korpus komandiri, o'zingiz qarab ish qilasiz. Qaltiskan sen. Bo'yningga qilichda qilyapsizmi? Novchilik qilyapsan-ku. Korpus komandiridan chashqonlarni qo'qqini bilan. Azmatlar qo'rqmaydi ekan emasmi? Yaraysa. Put qo'limni ka'kamaydi ekan demisan. Do'st bo'lib qolsa qandaq? Tanishib qolaylik. Ismim Danvi. Danvi degan sizda? İsmingizni burli anlatdım. Ayni yillardagi yema olmas uch burchakdan biri ekansizda. Asta, rostdan ko'zim ko'rib qolibdi.
Korpus komandiri, mundaq bolsun. Siz meni urib, üçünüzni eli bilan ikkimiz teng bo'lganga hesab bo'lsin. Qandaq? Tesh pal, ishi g'al degan shu-da. Mana senda yengilib qoldim-ku. O'tira. Go'pan hali yaxshi ekan. Qaysi qismdan? Sey korpus bepulukning shtab boshlig'i Dönpeng, buyruqingizga tayyor. Astagfirullah, toza ish bo'pti-da. Liyulongning askari ekansan-da. Toza nochidan chirtibman emasmi? Bu sizlarning yilinglar deyman. Ha? Yaxshi. Emas meni ata Liyulongning uyga boshlab, men uni arg'in ichaman. Bo'ladi. Jodiyan, texchi uxlamabsiz-g'o. Turmushqangizni bek ushlaysiz-g'o. Ko'p ichib qo'ygan o'xshamamdi men. Kechiring, hargiz xafa bo'lmang. O'g'limizning ismi Totobos bo'laversin. Tayinliq shu bir ismning ishi ekan-g'o. Ish qilib, hozir uning ismini o'zgartiraman desakmi, u unamaydi. Sizga deb qo'yay. Ata ota-onam keladi. Ularning oldida vaqirib-chaqirib gap qilmang. Ular o'g'limizga bek amroq. Ma'qul. Sizmi uxlang. Lole! Qarg'ina kim keldi? Qarg'ina. Keldinglarmi? Shotyan! Ha? Voy, dada ana keldinglarmi? Bu yoqdan korpus komandiri. Din korpus komandiri tinchlikmi o'tirqini? Uyda uxlayotdi. Tezroq bizga ko'rsatgin. Ma'qul. Dada, rahmat sizga. Ana, uyga kiringlar. Lodan, ajab to'g'ri gap qopti. Bir mashinada kelgan edik, gap borligini bilib qoldim. Kela. O'tir. Lodi, bundaki xotiningni yanga deymi yoki singlim deb chaqiraymi? Bu ishni oydinlashtirolmasak bo'lmaydi. Ikkimizdan qaysimiz cho'q? Men 1910-yil 12-oyning 28-kuni tug'ilgan. Qani degina, senchi? Albatta men cho'ng bo'laman-da. Shuni so'rash ketamdi. Men 1910-yil 1-oyning 15-kuni tug'ilgan. Shuni uni yanga desam bo'ladi. Din korpus komandiri, chay iching. Dinvidin, yangamga salom. Hayatım emas. Lolidan gipansa qilib beradi. O sizni avliyo deb tasvirlab bergan. Bu so'ltak doim g'ayibimni qilmaydiganda. O sizning qismingizni bek botir, Changjangdan o'tganda o pilotni o'qlab qo'yib, qo'shni qismlarni qo'rqitayotgan degan edi. Rost shunday bo'lganmi? Bo'lgan. Ularning ish bilmaganligida. Mushunchilik ya bo'lgandan keyin ilgirki yillik tartibi bo'ladi-da. Asos qo'shin avval o'tmish qanday bo'ladi? Shotyan, Lavdonning yig'rini to'la tatalamang. Berib ota-onangizga hamroh bo'ling. Erlarningmi o'ziga tushlik qilishadigan gaplari bo'ladi. Ma'qulmi? Ha, ma'qul. Sizlar o'tirib paranglashinglar. Din korpus komandiri tatinmag'ansiz. Ma'qul. Ay, Lavli. Mushundaq chiroyli xotining turib, yolg'iz tashlab qo'yib, xotirjam bo'lamsan. Chiroyliqmi-ka? Menga odatdagidekla ko'rinadi-g'o. Bilib turib qilayotgan gapim bor. Qandaq? Yaxshi o'tayotgansizlar. Ha, obdan o'tyapmiz. Undaqa emasda turdi-g'o. Ikkinglarning saviyanglar bilan oila tarbiyasi jihatdagi farqinglar bek cho'ng. O'zingni baxtli hisoblamsan. Dada, dunyoda mukammal narsa bo'lmaydi. Buni sizin bilsiz. Uning ustiga uni o'zim tanlagan. Og'irlig'idagi yerim yo'q. Bo'ldi. Bu to'g'riliq paranglashmaylik. Uning o'rganish to'g'risida paranglashaylik. Rus tili o'rganganing yaxshi bo'pti. Ruslarning tili emas, madaniyati nihoyat mo'l. Burun undaq fursat yo'q edi. Endi bu fursatni qo'ldan berib qo'ysang bo'lmaydi. Mush yo'lga qadam qo'ygankansan, to'xtay debmi o'zingni to'xtatolmaysan. Lev Tolstoyni tadqiq qilish uchun bir umr ketdi. Shotyan, tomoq tayyor bo'ldi. Ha, ma'qul. Yanga. Taga, hamma. Men kichigimdan tortib bilimli kishilarni hurmatlaydim. Mening ko'ni sabdishim Liyulloning sizlardek qiynata va qiynamasdan bo'lganligidan uning o'rnida nihoyat xushal bo'layotiman. Lavlig'imi oson emas.
Japonimi yetkish tortdi, jiq qon to'kdi. Aramxuda turmush kechirgan vaqtim bo'lib qolgan edi. Qani, men sizlarga bir qadah tutay. Rahmat, rahmat. Ikkinglarni harbiy institutda bilim oshiryotdi deb anglayman-ku. Hay. Bizninkidek yezi igilik davlatida kam bo'layotgani olim, injener va har xil boshqaruvchilar edi. Tuzligimni aytib buyurmaysizlar. Harbiylar yetib oshatdi. Chavshan urush bilanlar xalq igiligi 10 yil chekinib ketdi. Zehniy kuchini iqtisodiy qurilishga, davlat igiligi va xalq turmushi qaratmay undaq jiq generalni tarbiyalaganning nimaga foydasi? Taga, hisobotni bunda qilsak bo'lmasmikin? Chavshan urushini misolga olaylik. Dastlabida mayli deb Yalujan daryosini amerikaliklarga tutqizib qo'ygan bo'lsak, bugungi kunda oqibati qanday bo'ladi? Men sharq shimollik. Sizlarga deb qo'yay. Butun Jungoning ig'ir sanoati sharq shimolga markazlashgan. Sharq shimolning sanoatining yarmi janub tarafda, ya'ni amerikaliklarning bombardimon qilish doirasida. Urushmagan taqdirdami mudofaa ko'rishga to'g'ri keladi. Yalujan daryosining mudofaa liniyasi 1000 kilometrdan oshadi. Buningga qanchalik qo'shin ketadi, bu qo'shinlarga qanchalik chiqim ketadi. Uning ustiga mushunda ketaversa, ularning bizga qachon qo'l soladiganligini bilmaymiz. Undaqda Jungo xalqining davlat egiligi, xalq turmushidan eg'iz ochqili bo'ladi. Amerika yangi Jungo bilan qarshilashayotgachqa, bu urush Chavshanda bo'lmagan taqdirdami boshqa yerda hamon bo'ladi. Masalan, Tayvanda, Hindi Chinida. Ammo urushgandan keyin, keyinlik so'rgandan ko'ra, burunroq urushga yaxshi. Urush tugandan keyin qayta qursak bo'ladi-ku. Aniq tushuntirildimi, bilmadim. Dada, necha kun burun kelgan bo'lsangiz, ular sizga tankilanmaydi, lekin kechikib qoldingiz. Ular tex yaqinda harbiy institutda tarbiyalanib keldi. Ikki hunarning orasida bir hang bor deb ekan. Sizlarning siyosiy kengashliklar xuddi ish topolmagandek harbiy ishlarga aralashib nima qilsizlar? Urush siyosining davomi tursa, desak bo'lmamdi ekan. 史上从来没有因为这样的争论而引起有组织的残杀。有组织的残杀不外乎由以下几点争论而引起的：哪个民族是最好的？哪种宗教是最好的？哪种政治理论或政府形式是最好的？为什么其他人是如此的愚昧和邪恶？他们为什么要抗拒我们，把他们纳入我们的控制之下？有意思，老先生把战争叫做有组织残杀。我们为什么不能搁置这些意识形态的争论呢？哪些政治理论是最好的？哪种政府形式是最好的？当初共产党和国民党如果能搁置这些争论，就不会有后来的3年内战。和美国的关系也一样，应该搁置这些意识形态的争论。够了！你这种言论太危险了。说句不客气的话，这简直是反革命，要杀头的。老李， ideologiya sohasidagi bas munozirani qayirib qo'yib bo'ldi bas. Bundaq munozir pozitsiyasi bexatarlik, oymay aytsam bu degan inqilob qarshi chiqqanlik, qildi ketadigan gap. Bovli, sen nimaga jiddiylassan? Bu degan uy tursa, shaxsiy qarshini o'tirib qo'yapman-da. Qo'shilmasang munozir qilsak bo'ladi-ku. Diyan efendi, biz degan harbiy, siyosini ancha bilib ketmaymiz. Harbiylarning harbiylarga xos burchi bo'ladi. Davlatning egilik huquqini, milliy mustaqillikni qo'g'dishi xato emas-ku. 无论国际国内，凡意识形态的争论可以暂时搁置，发展国与国之间的正常关系，不要以意识来划分敌我，甚至卷入战争，这是中华民族的最大民族利益呀！老先生，您提的意见，我是听进去了。
是否合理，这我得好好想想。田先生，我们是军人，不太懂政治。军人就有军人的职责，维护国家主权、民族独立，这肯定不会错呀。田先生学识渊博，您能否赐教一些军事方面的见解啊？从来没有单纯的军事问题，军事和政治、外交那是密不可分的。从防务的角度上看，如果一个国家的周边地区出现了一个军事强国，它必然要构成潜在的威胁。无论他奉行什么主义，他和你的关系是如何的密切，作为一个有战略眼光的将军，应该有冷静的判断力和预见性。爸爸，您这是指？我什么也没有指，我讲的这是军事理论。有道理，有道理啊！这问题我得好好想想。老丁啊，你又在胡思乱想什么？今天都累了，大家都早点休息吧。老丁啊，我怎么越听越不对劲儿了啊？你怎么跟我老丈人搞到一块儿去了？老李啊，你忘了，我们在学院刚背会的“不谋万事者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一月”。我还真挺欣赏你老爷夫的。甭管他说的对不对，他至少是在宏观上思考战争。老人家的话可以理解吗？这不是老丁来了吗？我也没送送老人家，你别介意啊。我介意什么呀？人家是将军，我爹我妈，一介书生。我是真心的想送送二位老人，尽管我们……你都把这个家当成军事司令部了，你说的每一句话都是军事命令。你让老人家还说什么？我不让他说了吗？啊？我怎么没让他说呀？可是你说他说那些干什么呀？我是为了老人家好。行了行了，人都走了还发狠了？我发狠了吗？你就是发狠了。哎，老丁啊，你帮我出出主意。你说我这个毕业论文想个什么题目好呢？对不起，我自己的论文题目还没想好呢。你说我哪顾得上你啊？你小子不够意思了吧？咱们是什么关系？是老丁，막 이거 görsetken bolsam, mektep bitiriş ilmiy maqalasining temisini qanday tanlasam bo'lar? Kechirgin. O'zimning ilmiy maqalasining temisini taqtab olmagan tursam, senikini tanlashga so'nadi. Ag'indarchilik yarmaydi ekansan. Ikkimizning munosabati qanday munosabat? Bizga kon sabdosh, bir qozonning tomoqini yegan, bir okupni jang qilgan. Unutib qoldingmi? Vanyuanni qo'g'dash urushida sening bir ezvot askaringni dushmanlar tog'da qurshib olibdi ekan. Qo'rshovdan bo'sib chiqishingga kim yordam bergan? Ha? Yordamda qolmabdi. Mening dushmanlarning qo'shayotgan qolgan chog'larim bo'lganmi? Hech yerda unaqa yo'q. Soltek, rostla vafosiz bir nima ekansan. Xalqning qilgan yordamlarining hammasini unutib qoldingmi? Bu ishing qamlashmabdi. Kim seni ko'ngil savatni qilsin debdi? Ajba men senga yordam qilmagan. Qilgan. Ping'an noyisiga hujum qilganda sen yordamdan keyin hisobot qilamiz deb mendan 92 tiplik pulemyotdan 4 ni talab qilganding. Sen Soltekning netichi, boy pomishklarnikidan qor ekan. Qara seni. Hey, qara. Ko'ngil savatni hech qaysini aniq qilmaydigan bo'lib qopsan. 92 tiplik pulemyotdan 4 ni bagining yodingda turibdi-yu. Otliq askarlar batalyonidan birini so'qqinini unutib qopsin, ha? Onu soğuk qildi degili bo'lamdi. Albatta. Sen shu tayinliq 4 ig'iz tatliq gap qilding. U odamgarchilik sana nihoyat arzon tushdi. Sen Soltek foydali oson, ziyon tortmasan deydi ekansan. Bo'ldi, bu gapni tilga olmayli. Bo'lamdi, tilga olmayli. Har ikkilimiz ziyondan intayin qo'rqadigan odamlar. Ilmiy maqolaga kelsak,
Sen bana bir temi tallap versen degen tongu. Bunun çatak yok. Sana aval dep koyay. 2 botolki motay bozkandak, ha? Ma'qul. Deginingdek bo'lsin, 2 botolka motay. Nemini o'ylaganimni bilamsan. Qaynotangning gapini o'ylanib o'tatdim. Efendim qalamdar bo'g'ini bilan strategiyalik qarshi bo'lgan. Quruq gap qilmag'ana. Bir qalamdarni qanday strategiyalik qarshi bo'lmoqchidi? 45-yil yapon bosqinchilarga qarshi urush g'alaba qilgandan keyin bizning polik sharq shimol qismlariga xeyli burilib qo'shitilgan edi. Rus akıllarımız bilan aloqa qilatdik. Ko'nglimnikini desam, Rus akıllarımız sharq shimolga askar chiqish taktikasida rostilla qaltis ish qilgan edi. Mashinlashgan qismning ilgirlash suratini odamni hayron qoldirdi. Arqisab kafolat iqtidorimi qilchi nuqsonsizgan. Ikkinchi dunyo urushini boshdan kechirgan Sovet armiyasining generallari jangi qo'mondonlik qilish jihatda rostilla kamolatga yetgandi. Ha? Kasbiy qo'mondonlik qilish darajasi odamni haqiqatan qoyil qiladi. Neçe 10 tümen kanton armiyasini xuddi daraxtni yiqitgandekla osonlik qo'rchog'iga oldi. Men o'qish bitirish ilmiy maqolamda davlat zimini orqali mudofaa ko'rish to'g'risida to'xtalaman. Mening tadqiq qiladiganim kang, cho'nqur doiralik mudofaa nazariyasi. 是不是有点出圈了？我们不是政治家，也不是外交家，军人只考虑军人的问题。无论如何，我们考虑保卫国家疆土，这问题不能算出圈。有道理，这是国家利益。对，国家利益高于一切。我的毕业论文就是谈的国土防御问题，大纵深的战役理论那是进攻理论，我研究的是大纵深的防御理论。老丁啊，你不会不知道我们和邻国之间的关系吧？我听说我们老大哥和纳粹德国还签订过互不侵犯条约呢，结果怎么样？还不是大干一场？那是一种政治策略，为的是赢得战争的准备时间。 Odam, bizning qo'shni ellar bilan bo'lgan munosabatimizni biladigansan. Rus akıllarımız bilan natsist Germaniyasi o'zaro dahsha tarz qilishmaslik to'g'risida ahdnoma imzolabdi deb anglagan edim. Lekin oqibat qanday bo'ldi? Yana urushdi. U degan siyosiy taktika maqsadi jangga tayyorlik qiladigan vaqtni qo'lga keltirish. Ammo bu gapdan qamlashmadi. Ahdnoma tuzishdan burun qaysisining ras, qaysisining taktik ekanligini o'ylamay bo'lmaydi. Unda qissa odamdek yerib ketadi. Onundan ko'ra o'zi o'ylasa obdan qaragan yaxshi. Mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, sababsizda mening o'ylamda jidal chiqarmoqchi bo'ladi ekan, hech gap qilmayla avval urushib ondan bir nima deyman. Men haqqa hujum qilmayman. Lekin uyimni saqlaganim jinoyatga aylanib qolsa bo'ladi. O'tganda sinfdagilarning ahvolini egilab baqdim. Aldab silab yurib, xarijiq axborotga ega bo'ldim. Qarasam, haqmi jim yatmabdi. Hammasining nishoni aniq. Lavluni deyli, Lavluning maqolasining temisi tanki diviziyasi bilan motosiklet diviziyasi o'ttirisidagi taktik jihatda moslashishgan. Kunjening maqolasining temisi strategiyalik qo'shib muasirga elish va markazga tuyuqsiz hujum qilishgan. Qisqasi hammalar strategiyalik taktika masalasi ustida to'xtalibdi. Harbiy institut o'quvchilari o'qish bitirish ilmiy maqolasida strategiyalik taktik to'g'risida to'xtalmay, nima ustida to'xtalsa bo'ladi? Hammasi mening koni kasbimni do'rab sevat o'qisa bo'lamdi ya. Sen mening yo'l ko'rsatishimni umid qilamsan, qilmamsan. Gapimni anglamsan, Ha, ma'qul anglay, degina. Sen-chi, hammalarning aksicha yo'l tutsang bo'larmikin deyman. Qo'sig'ingdagi tayliq umuching bilan har qancha qilsangmi tuzukroq bir narsa yasamaysan. Ular bilan baslashamaysan. Shunga sen ortiqchiligingni joriy qildirib, kamchiligingdan saqlanib, strategiyalik taktik ustida to'xtalmay, harbiylarning ruhi, harbiylarning kurash irodasi, sen odatda deydigan o'tkir qilish ruhi to'g'risida to'xtalsan bo'larmikin deyman. Bu har qanday strategiyalik taktikadan muhim. Bizning qo'shinimiz dal mushundaq ruh taying'ashqila jangda g'alaba qiladi. To'g'ri. O'tkir qilich. O'tkir qilich. Bu to'g'rida boshqalar qaraganda mening fikr qilish huquqim bor. Ma'qul. O'tkir qilish ro'yi to'g'risida yozay. Dün korpus komandiri, obdan kütlenmedik, ko'nglingizga olmag'aysiz. Nadikini, o'zingizni ko'p avor qilib etdim. Nadikini. Xotin, biz mo xo'shishib olaylik. Lavli, vaqtni bir yay berib qoldi. Poyezdga kechikib qolmanglar. Yanga, xo'shamsa. Xo'shamsa, oq yo'l bo'lsin.
走吧。Oldu mangal. Lavli, xotin degan bir-biriga bir kechadan ortiq adovat saqlamaydi. Sen o'lik o'choqliq bo'lgan odam turib, qilgan qilig'ingni qara. Kallangdan o'tmadimi ya? 为什么？不知道。有的时候晚上睡不着觉，我一闭上眼睛，就好像能看见他。那天你跟我一讲，我觉得这个人是条汉子。好，那我给你讲讲他和苏联大音乐家肖斯塔科维奇的故事。肖什么？我没听说过这个人。肖斯塔科维奇，这是一个世界级的音乐大师，他现在还活着。当他还是列宁格勒音乐学院的学生时，和图哈切夫斯基结成忘年交。那年他刚满18岁，而元帅已经43岁了。一个是大学生，一个是赫赫有名的元帅。图哈切夫斯基喜欢音乐，也喜欢这位有天才的年轻人。图哈切夫斯基死去之后，肖斯塔科维奇常常带着深切的悲伤怀念这位逝去的元帅。在以后的苏德战争中，在被长期围困的列宁格勒这个城市，他创作了著名的第7交响乐。当他指挥列宁格勒交响乐团，在敌人的轰炸和北极圈内冬季的刺骨寒风下，向在艰苦环境下英勇抗击纳粹军队的苏军官兵们做首场演出时，便取得了巨大成功。当时英美盟国特地派出飞机，将第7交响乐的总谱运到纽约和伦敦，以最著名的交响乐团在两地同时演出。此举轰动了世界，极大地鼓舞了世界反法西斯阵线的军民。人们称它为列宁格勒交响乐。肖斯塔科维奇自己并不反对这个新名称。他在回忆录中说，这个交响乐是关于被围困的列宁格勒。我们的人死得太多了，谁也不知道他们葬身何处，即使他们的亲属也不知道。到哪里去为图哈切夫斯基设立墓碑呢？只有音乐能做这件事。我不能为每一个受害者写一首作品，因此我把这首交响乐献给他们所有的人。哎呀，你说你不睡也不让别人睡。哎，你先坐起来，先坐起来。哎，老丁啊，你看这都几点了？李云龙这小子今天晚上8成就睡在那个女同志那儿，真不像话。你没证据，不要胡乱猜嘛。他也许去南京看老战友呢。狗屁！o'zingni uxlamaganda ozdab meni uxlatmay deyapsan nima? O'tir, avval o'tir. Lo'ding, soat necha bo'ldi? Leylon degan u soltak hali xotindan qochdi, yetib qolgan o'xshaydi. Bakli topdan chiqib ketib turdi. Isboting bo'lmasa qalaymqon gumon qilma. Agar Nanjingga ko'ngil sabtish bilan ko'rishga ketgan bo'lsa qana qilsa? Quruq gap. Uning Nanjingda do'sti bo'lsa, men bilmay qoladimmi? Uning xotinning mush atrofda tanish bilishlari bor. Lo'ding. Men zodila tushunamadim. Leylon degan bu soltak baxtli shirjiri baxtni bilmay yotadi. Uyda bir obdan xotin tursa, mushundaq ish qanday bo'ladi? Ey, haqning deganini anglamadingmi? Nikoh degan kashga o'xshaydi. Putqi kelgan kammiganligini shu odam o'zi biladi. Menga haqning ishiga to'lib boshqa turmay.
Nimandak jumalak tağız adamsan. İş kılıp sanma korpus dercelik kader. Konsept için hatalık ötküzüyorsa onun yardım kulağını sunmamsa. Lakon, aldığımda tolu yakışap olmacı mı? Sana şunu inik dep koyay. Eğer siyasi başkarmığı verip lavlini çakıdığın bolsan, sen de konsept şimdi keşkinim keşken. Dağlay, meni kandak adam çağlap kaldın. Ben kaçan siyasi başkarmığı verip çakımen dedim. Sen yaksı tükür kaçsız kötülden uktun mu? Benim vaktim yok. Dağlay, eblak inik düşendirmediğin bolsan,小田呐，你可别太生气啊。其实老李没怎么着，就是那个女同志总缠着他。我希望你能来一趟。当然呢，你别太为难老李呀。这小子我了解他，是个顺毛驴儿，你越逼他。小田，uncholar chechilib ketmang. Amaliyotda lavli hech chiqmadi. Sho'g'nisalik ayol yo'ldosh unga choplashib oldi. Mumkin bo'lsa bir kelib ketgan bo'lsangiz, lavlinimi chiqijil qilmang. Bu haramzadani men obdan tushunaman. Na'tirashda ko'ringani bilan chiqsangiz to'yib yo'ldi mana. Biz birlikda xizmat ishlaydi. Yaxshi gap, tashni irtidi deydigan gap bor, emasmi? Shohdiya, garchi ko'rishmagan bo'lsaqmi, lavli sizni doim og'izdan tushirmaydi. Bu xotir daftarning birinchi betiga sizning telefon nomeringizni yozibdi. Men o'g'irlikchi yozibdi. Bu lavlining sizni nati yaxshi ko'rganligini tushuntirib berdi. O bir mahal shaytonning kayniga kirib qoldi. Shohdiya, hargiz ko'nglingizga olmang, ha? Rahmat sizga. Korpus komandiri. Lavlini doim yepig'isi qilib beradi. O qizil armiya mezgilida bir o'dilniyadagi Konseptashlardan siz bilan din korpus komandirlik qoldi deydi. Sizning Lavlining hozir holatini ko'rib jiddiylashyotganligingizni, uning xatolik o'tkazishdan ansirab shunday qilayotganligingizni bilaman. sizlarning do'stlig'inglar hayot mamatlik sinoqdan o'tgan. Lavlini cho'qim sizga rahmat deydi. Bu ishni o'ttaraq o'ylab boqay. Sizga yana bir qaytim rahmat. Xo'shamsiz. Bana biyeceğini uğrap versiniz. Vay. Teyimsen. Ben Fungnan. Fungnan, ne olayım ben de yüzü öğredi. Uçağı baylığı bilen tepişip ottu. Ben oradan acırışımı. Lekin kömüm. Bekle, bir aram buluvatıdı. Ajrashni qaror qilgan turib, uningda yana nimishq nafratlansan. Ajrashgandan keyin ikkinglar yana bir yo'lda odamlar bo'lasizlar. Shundoq turib nimishq uningdan nafratlansan. Achchig'ingga haybagining yaxshi. Jangbayluning nazar shundoq ustun turib. 这样的男人，无论是现在还是将来，总难免会有女人追着他。你就算躲过这次危机，难免还有下一次。你总不能什么事儿都不干，天天看着他吧？ 张白露也算是个心高气傲的女人了，她为什么这么下功夫追求李云龙？这里面的原因，为什么自己不好好想想？作为男人，李云龙身上确实有很出色的一面。你作为妻子，要是总发现不了丈夫的优点，而是一味的指责他、冷淡他，那你何必和他生活在一块儿呢？照这么看， 离婚倒是件好事了，天宇啊，你想想自己，是不是太追求完美了？世界上有完美的人吗？
你的赵刚不是很完美吗？文化水平又高，又懂得体贴女性，而且还是个有血性的军人，你当然知足了。我告诉你啊，连赵刚自己都多次和我说过，同为军人，李云龙不知道比他强多少倍。除了没有受过正规教育之外，李云龙哪方面都够他学的。别的不说，给他一个军，他就指挥不了，他就只能当政委，带兵打仗，他差远了。当年的晋西北独立团，要是跟没一个政委可以，没一个团长，这独立团连1个月都生存不下去。这就是李云龙的本事，这本事可不是吹出来的，实实在在干出来的。风南，听你这么一说，我还真觉得我以前做的很糟糕。那我该怎么办呢？这还用说吗？如果你还爱他，就把李云龙给抢回来呀！再说了，他本来就是你的。那我不跟你多说了，我马上去南京，把那个长了翅膀的家伙给追回来。这就对了，是你的，永远是你的；不是你的，得到也会失去。李云龙本来就是你的，他张白鹿固然聪明，可你田宇是谁呀？能败在他手下？快去吧，等你好消息啊！谢谢你，冯南，再见。